Bugungi videomda yana bir instrumentim, ya'ni ikkinchi instrumentim haqida gapirib tushuntirib o'tmoqchiman. Naglядно ko'rsatib bermoqchiman. Kriptovalyutada treyderlarga qarshi qanday qilib pul ishlasa bo'ladi degan ikkinchi passiv instrumentim u menga doimiy daxl topib kelyapti. Passiv, hech qanaqa aralashuvsiz, hech qanaqa ugadeykasiz, ya'ni treyderlarga o'xshab ertalabdan kechgacha monitor tagida o'tirish shart emas. Ne только treyderlarni yo'qotishdan, balki narxlarni ko'tarishdan ham pul ishlasa bo'ladi. Bu saytni hozir naglядно ko'rsatib o'taman. U ham oldingi saytga nisbatan, ya'ni Hyperliquidga nisbatan sal kichkinaroq sayt bo'lsa ham ancha ishonchli va men u saytda anchadan beri, u sayt bilan ya'ni anchadan beri pul ishlayman. Hozir mana endi ko'rsatib o'taman. Demak, naglядно misollarga keladigan bo'lsak, birinchi o'chirda bu saytning nomi GMX, ya'ni bu Decentralizovanная birja GMX bo'ladi. Bunda 277 million dollar pul saqlanadi. Siz va bizga o'xshagan kichkina, katta treyderlar yoki investorlar o'z pullarini saqlab shu yerda ish faoliyatini olib boradi. Treyderlar. Так что bu kichkinagina summa emas. Biz uchun bu katta summa. Shu yerdan ma'lum bo'ladiki, bu ishonchli birjalardan biri. Shuni aytib o'tmoqchi. Ikkinchisi mana GMX ning analitikasi, ya'ni treyderlarning profiti va yutqizganlari haqida ham ma'lumot aytib o'tishim kerak. Ko'rib turganingiz, distansiyada minus почти 16 million dollar treyderlar pul yo'qotgan. Demak, har xil reklamalarga uchib, treyder mashinada rasmga tushib, Instagramda Lamborghini'ni oldida tushganiga yoki 2000 dollar va 1000 dollarga kurs olaman va boyib ketaman degan yosh bolani детский поняткani o'chirib turib, shu suxoy sifralarga qarasangiz, hammasi yasna bo'ladi. Treyderlarning ko'pi pul yo'qotadi, bo'ldi. Shu analitikani ko'rsatmoqchiman, qiziqqanlar kirib, o'zi uchun research qilib tekshirib ko'rsa bo'ladi. Endi esa GMX puliga o'tamiz. GMX puli mana birinchi o'chirit, birinchi bo'limi trade bo'limi, ya'ni treyderlar uchun qilingan bo'lim. Banalni hamma sayt, Binance, shu sentralizovanniy birjalarga o'xshab yoki oldingi videoda aytgandek Hyperliquidga o'xshab grafika, necha yo'q, short long bo'ldi. Treyder bemalol kelib, kashlogini ulab savdo qilsa bo'ladi. Bizga bu kerak emas. Bizga ertalabdan kechgacha grafikani tagida o'tirib, robotga o'xshab yoki kasalga o'xshab tepaga ketadi, pastga ketadi, xudo lotereya o'ynagandek o'yinlar kerak emas. Bizga aniq fakt kerak. Bizga pools bo'limi kerak. Mana kiraman va bu yerda oldingi Hyperliquidga o'xshab, uzr, Hyperliquiddan farqi bu saytni bu yerga не только faqat oldingi saytda Hyperliquidda dollar qo'ygan bo'lsak, bu yerda Bitcoin dollar qo'yamiz, ya'ni USDC kripto dollar qo'yamiz. Agar siz bir kichkina investor bo'lsangiz, Bitcoin yoki Ethereum olib qo'ygan bo'lsangiz, uzoq muddatga saqlab, как investor sifatida saqlab o'tirgan bo'lsangiz, bu ayni muddao sayt. Ya'ni Bitcoiningiz bekor yotgandan ko'ra, ozgina Bitcoiningiz bor, misol uchun 100 dollarlik, 200 dollarlik, kimdadir 1000 dollarlik Bitcoini bordir. Kimdadir ko'proq. Bemalol Bitcoinini qo'yadi shu pulga va treyderlarni yutqizishidan pul topadi. Hozir mana kiramiz Bitcoin USDC parasiga. Mana o'sha pul, ya'ni bu pulga pul qo'ysangiz, pulingizni qo'ysangiz, 50-50 proporsiyada pulingiz turadi. Ya'ni yarimi Bitcoinda turadi, yarimi kripto dollar USDC da turadi. Bo'ldi. Treyder agar long ochsa, Bitcoin sizga qo'shiladi, agar u yutqizsa, ya'ni prognoz o'tmasa, va short, agar treyder shortda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, sizga dollaringizga pul qo'shiladi. Ya'ni biz ugadayga o'ynamaymiz. Oldingi videolarda aytgandek. Biz treyderlarni mag'lubiyatidan, ya'ni yo'qotishlaridan pul topamiz. Bizga betda oldingi Hyperliquidga nisbatan 3 ta bo'lim betda bor. Ya'ni biz o'zimizning Bitcoinimizni ko'tarilishidan ham pul ishlaymiz. Bitcoin ko'tarilsa bizda ham o'zimiz Bitcoinimiz ko'tariladi. Bu bir. Ikkinchisi treyderlarni
yutqizishidan pul ishlaymiz va treyderlarni o'sha birjaga to'laydigan komissiyalardan ham pul ishlaymiz. Так что bu Hyperliquidga qo'shimcha bir yana bitta birja, yana bitta money instrumentim ko'p yillardan beri. Bu yoqda ham bemalol fanatikka o'xshab butun pulimizni tashlaymiz emas, ya'ni o'zingizni ishingizda, o'zingni nima ishing bo'lsa shuni qil. Ozgina qiziq bo'lsa agar treyderlarga qarshi bo'lishsa, ozgina pulingni tashlaysan chetga va o'zingni komissiyalaringni, o'zingni pulingni ishlaysan. Bo'ldi. Har xil reklamalarga uchib, pul yo'qotib, stavka qilib, yuragi hovuchlab ushlab o'tirish shart emas monitori tagida. Yoshlar ko'rayotgan bo'lsa, yoshlarga ham shu maslahat. O'sha ko'p treyderlarni yo'qotishidan, ya'ni biz yo'qotganmiz. Dars olaylik, o'zinglar qarzga kredit tagiga kirib ketgandan ko'ra. Bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr, foydalaning va agar fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, javob beraman, tushunganim bo'lsa. Так что вот как-то так. Sog' bo'linglar.